Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli aktrisa, bir qancha rollari bilan muxlislar qalbidan joy egallagan aktrisa Shohida Uzoqova 61 yoshda bugun tongda xalq uchun qayg'uli xabarlar e'lon qilindi. Marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Teatr va kino aktrisasi Mening akam bo'ydoq, Tundan tonggacha, Uylanish, So'nggi lahza filmlarda mahorat bilan ijro etgan dublyajda Esmeraldani o'zbekcha gapirtirgan Shohida Uzoqova 22 aprel sanasida 61 yoshni qarshiladi. Xushchaqchaq aktrisaning hayotida ko'plab yo'qotishlar bo'lgan, ammo u hanuzgacha hayotdan zavqlanib yashashni biladi. 100 yoshga kirishini niyat qiluvchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shohida Uzoqovaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Tog'amning qizi boshimga cho'mich bilan urib, o'zbekchani o'rgatgan. Tug'ilishim shifokorlarni hayratga solgan ekan, chunki 21 apreldan 22 aprelga o'tar kechasi soat 00 da bong urganda Chiroq shahrida dunyoga kelgan ekanman. Otam Chirchiq kimyo zavodida mexanis bo'lib ishlagan, onam uy bekasi edi. Oilada 14 ta farzanddan 8 nafari qiz, 3 o'g'il hayot qolganmiz. To'ng'ich farzand bo'lishimga qaramay, juda erkatoy edim. Tilab olingan farzand bo'lganim uchun otam quchog'iga olib qo'shiqlar kuylab berardi. Shu tariqa o'zlari bilmagan holda san'atga oshufta qilib qo'ygan. Bolaligimda radiodagi teatr mikrofon oldida degan eshittirishni jon qulog'im bilan tinglardim. Kunlarning birida otam Maysaraning ishi musiqali spektakl yozilgan plastinka olib kelgan. Maysara Halima Nasirova, Oyxon Saodat Qobilova, Mulla Ro'za Karim Zokirovga qo'shilib rolga kirib kuylardim. Otam plastin olib kelganlarda ham teatr haqida tasavvurim bo'lmay turib, beixtiyor teatr sahnasi va aktyorlarni yasaganman. Rus mahallada yashaganimiz uchun o'zbek tilini mutlaqo bilmasdim. Xumson qishlog'iga ko'chib borganimizda u yerda haqiqiy mo'jizadek tuyulgan. Tog'amning qizi boshimga yog'och cho'mich bilan urib o'zbek tilini o'rgatgan deya eslaydi bolaligini Shohida Uzoqova. Hunarlarim ko'p edi. Xumson qishlog'idagi 19-o'rta maktabda 10 yil tahsil olganman. Maktabda laqabim Qo'yg'irchoq edi. Asli bolaligimdan kipriklarim uzun, qayrilma bo'lgani uchun Qo'yg'irchoq deyisharkan. Otam singari husni-xatim chiroyli bo'lgani, a'lo bahoga o'qiganim bois daftarlarim ko'rgazmada rasmim a'lochilar taxtasida turardi. Yodimda, maktabdagi badiiy to'garakka qatnab 10 yil Ra'no Sharipova, Muhabbat Shamayeva, Gulshoda Otaboyevaning va Hind filmlaridagi barcha qo'shiqlarni kuylaganman. Atrofdagilar Shohida artist bo'ladi deyaverishardi, lekin men shifokor bo'lishni orzu qilardim. Bir gal kuragimga ukol qilishgandan keyin huquqshunos yosh jurnalist bo'laman deyishga tushganman. Yor filmini 100 marta ko'rganman. Shunga qaramay ko'cha eshik tagiga turib olib onamga yorga pul bering deb xarxasha qilardim. Bir kuni hunarim o'tmay pul o'rniga o'qlov bilan kaltak yeganman. A'lochi bo'lsam-da xulqim yomon edi. Otni egarsiz minardim. Eshakni tikka turib haydardim. 2-qavatdagi sinfxonadan sakrardim. Qisqasi, yaxshigina sho'xligim uchun onam kuydirgi derdi. Keyinchalik esa eng sevimli farzandiga aylanganman. Onam vafot etgach, haligacha xonasiga kira olmayman. Bolaligimni qattiq qumsayman. Qishloqda oddiy pechka yoqilardi. Oddiy stolda onam, uka-singillarim bilan Yangi yil bayramini kutib olishni sog'inaman. Onam vafot etgach, tarqoqlik boshlandi. Hozir u hovliga kira olmayman. Onam rahmatli, mana bu xona sizlarniki. Kimga nima kerak bo'lsa keling. Men ketganimdan keyin shu xonaga kelib, istaganingizcha turib ketasiz degandir, lekin onamning xonasiga kira olmayman. Onam vafot etgach,
2 yildan so'ng ukam ham ketib qoldi. Uning shunchalik erta hayotdan ko'z yumishini tasavvur ham qilmagandim, deydi Shohida Uzoqova. Atayin imtihondan o'tmay chiqqanman. Sovchi kelganda esa o'zimni o'ldirish bilan qo'rqitardim. Mehnat daftarchamga kranchi deb yozilgan. 1 yildan so'ng yana Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutiga borib hujjat topshirdim. Imtihonga 1 kun qolganda ko'chada ketayotganimda qornimda og'riq turgan. Tez yordamda shifoxonaga olib borishganda ko'rchak bo'lganim va darhol operatsiya qilish kerakligini aytishgan. Iltimos, operatsiya qilmanglar, imtihonlarimni topshirib olay, qaytib kelaman deb zorlanganim yodimda. Shu shifokor artist ekansan-ku degandi, lekin yorilib ketay deb turgan ko'rchakni operatsiya qilishgan. Tabiiyki, u yili ham orzuyim amalga oshmagan. So'ng otam qishloqqa olib ketdi. Turmushga bermoqchi bo'lishdi. O'zimni o'ldiraman deya bu niyatlardan qaytarib qolganman. Sovchilarni supurgi bilan haydardim, deydi aktrisa. Afsuski, turmush o'rtog'im erta vafot etdi. Shohida Uzoqova aktyor Muhammadjon Uzoqovga turmushga chiqqan. U O'zbekiston xalq hofizi Xalq Ma'murjon Uzoqovning o'g'li edi. Uzoq vaqt oila qurishni ortga surganim sabab bo'lajak kuyovlar ishlamaysiz degan shart qo'yishardi. Jizzax viloyat teatrida ishlab yurgan kezlarim aktyor Muhammadjon Uzoqov bilan tanishib qolganmiz. Teatrda ishlatarmidingiz degan savolimga berilgan bir og'iz javob hayotimni hal qilgan. Ha, 1 oyda to'yimiz bo'lgan. Baxtli hayot kechirdik. Alisherni uylantirayotganimizda yonimda tog'dek bo'lib turishlarini niyat qilgandim. Lekin o'g'limizning muvaffaqiyatlari nabiralarni ko'rsalar bo'lardi, deydi aktrisa. Kelinim homiladorligida uy ishlarini o'zim qilganman. Xo'sh, men qanday qaynonaman? O'g'lim Alisher ayolini o'zi topgan. Kelinim Duyumchaxon ertagidagi qizchaga o'xshaydi. Kichkinagina 1-oydayoq kelinimning toksikozi boshlandi. Shohida Uzoqova uy ishlarini qilishga tushdi. Kelini ayab hovli, mahalla ko'chalarini tozalaganman. U menga sog'lom nabira dunyoga keltirib berishi kerak. Asosiysi shu. Kuchim bor, qo'l oyog'im ishlab tursa, nega endi men qaynonaman deb xizmatimni qil deyishim kerak. Kelinim o'zimga o'xshaydi, saramjon sarishta. Boshida albatta kamchiliklari bo'ladi. Ovqatini ham shirin chiqibdi deb yeb biror ishida kamchilik bo'lsa ham ko'rmaganga olganman. Xudo xohlasa 100 yoshdan oshaman deb niyat qilganman. Nabiramning nabirasini ko'rib ketaman deyman. Buning uchun qancha yashashim kerak? Tasavvur qilavering. Vaqti soati kelib 90 yoshdan oshganimda menga o'g'lim qaramaydi. Qizim ham o'z hayoti bilan kim g'amxo'rlik qiladi. Shu kelinimda yangi kelin tushirganimda 10-15 yil uni guldek yaxshilab parvarish qilsam, asrab avaylasam, qarigun chog'imda oyijonim meni asragan edi deb menga qaraydi, deydi aktrisa. Operatsiya vaqtida ham baxtli edim. Kimdir mukofot olsa, boshqa birov orzusidagi rolni o'ynasa, boshqa odam farzandli bo'lsa, men baxtliman, orzuyim ushaldi, deydi. Men esa o'zimni o'zim baxtli qilaman. Oddiy misol, qattiq kasal bo'lganimda operatsiyaga olib kirib ketishayotganda o'zimni baxtli his qildim, chunki davo topyapman. Chiqqanimdan keyin ham shod edim, tuzaldim deb, masalan, chiroyli gullar, bejirim idish, baxtni shularning hammasidan olaman. Baxt oddiylikda, deydi aktrisa bergan intervyusida.